Qiyin qistab. Kommunizmning haqiqiy aqdi bashrasini ichib beradigan Urumchidagi 21 yillik turma hayoti. Bu asarda kommunizm iskanjisining qurboniga aylangan Uyg'ur yoshining, shundaqla uning musulmon oilasining kechirmishlari aynan so'zlangan. Kommunizm niqobi ostida millat yoshlarining yangi ma'naviyat va madaniyat davosi bilan dinsizlik g'oyalarining singdirilishi, xalqning o'zligidan milliy va diniy e'tiqodidan ayirish jarayonlarini yorqin holatda ifodalab yozilgan bu kitob o'qirmanlarning yoqtirishiga erishishi tabiiy. Asarda bir oila a'zolari beshidan o'tkazgan tuhmat va qiyin qistoqlar misolida Xitoy kommunistlarining Uyg'ur millatiga elib borgan azob uqubatlari, dard alamlari tafsili bayon qilingan. Qiyin qistoq 15-qism. Kunduzi sotsialistik, kechasi kapitalistik. Hozirgi sirtqi vaziyatning ahvolini yangi kelganlardan anglab, kommunizmning xalq qalbidagi o'rnini bilib olaydi. Aytishlarga qaraganda shu yillarda xalq kommunizmga burunqidek ishonmas bo'ldi. 20 yoshga to'shay degan kommunizm endi ojizlashga boshlagan ekan. G'alida xalq bizga hamroh bo'ludi deyishar edi. Kommunizm insonlarni shundoq ahvolga akilib qo'ygan ediki, yoshlar ota-onalar o'lganda ham yig'lamay qo'yibdi. Albatta insonni tuyg'u o'lgandan keyin yig'i qolmaydi-da. Xalq mahkamalarning hammasini chiqibdi. Adolatning nimaligini bilmaydigan xalqdan adolat bilan ish qilishni so'raganda qaysi adolat deyishibdi. Qaysi adolat? Kommunizmda adolatning shakli qandoq? İslamda adolatning bir shakli bor. Haqdorning haqqini berish. İslam ta'limotining asosida mana shu bor. Va adolatning qonunlarini oldin insonlar qalbiga o'rinlashtirish. Shuningga qaramay qoida islom hokim bo'lgan tuzumlarda ham kichikkina adolatsizliklar uchrab turdi. Bular qonundan adolatni bildirmasligi mumkin. Lekin bu vaziyatda qalblarda adolat tuyg'usi o'rnashgan insonlar bundoq nohaqchiliklarni bartaraf qilish yo'llarini biladi va adolatsizlikning hukmron bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. Kommunizmdan boshlab barcha insoniy tuzumlar va rejimlar adolatni faqatla qonun bilan qaror topqizishga harakat qilgan. Qalblarga adolat tuyg'usini joylashtirmagan. Shuning uchun kommunizm va boshqa izmlarda ozgina odam o'z haqqini talab qila olgan xolos. İslamda bo'lsa, o'z haqqini ola olmagan odam ozdir. İnsoniy tuzum va rejimlarda bo'lsa, o'z haqqini ola olgan ozdir. Mana bu sirtlardan bizga yangi kelgan mahbuslardan kelib turar edi. Xalq mahkamalarga bo'lgan ishonchini yo'qotib bo'lgan edi. U bo'lsa kommunizmning yana bir qanatidan ayrilganligini bildiradi. O'lib ket kommunizm, o'lib ket. Bizni yashatmading, lekin o'zing ham yashay olmading. Sening chochlaring meningkidan tezroq oqirdi. Kommunizmning eng katta xatosi o'z umrini uzartishni qo'rqish asosiga qurgan edi. Kelayotgan xabarlarga ko'ra, o'zini o'zi o'ldirib olish eng yuqori darajada ekan. Bir necha kishilar buningdan ta'sir kuchli zahar ishlab chiqarib setishni ham boshlagan edi. Tafakkur islohoti amalga oshirib, ma'rifatliklar to'pini yetishtirmaymiz degan va'dalarini berganlar. Bir necha ma'rifatvarlarni allaqachon o'ldirib bo'lgan edi. Kommunizm kelishdan 30 yil oldin uning g'oyalariga zid kitob yozgan yozuvchi 30 yildan keyin xalqning ko'z oldida esib o'ldirilgan edi. Ayni vaqtda muhokama qilinayotgan mavzu yoshlarga o'ylanishni targ'ib qilish masalasi edi. Diniy ta'lim bilan birga ixtisoslashgan hamma oliy maktablardagi o'qishliklar yo'q qilinibdi. Barliq oliy maktablar boshqadan ixtisoslashtirilibdi. Islomiy bilimlarim eshib borgan sari masalalarni yana ham yaxshiroq tahlil qilishga boshladim. Mamlakati ish berguchi o'z ishchisiga yegan kabi yeyilgan, kiygan kabi kiydigan bersa edi deb o'ylaydim. Mal dunyoning 40 dan birining zakatini bersa edi.
bekarlarga yordam berse idi. İş tapalmaganlarga işsizlik tayinlense idi. İş bergüçü işçisiga birodarlik muomalesini qilganda idi. Musulmonlar falsafa va mantiq ilmini islomiy o'lchamlarga silib uyg'unib chiqsa edi. İlmiy sohalarda musulmonlar kerakli tadqiqotlarni amalga oshirganda edi. İlim-fan sohasida oldinqidek musulmonlarning o'z o'rni bo'lsa edi. Odamlarning ruhiyatiga yetarlik ahamiyat bersa edi. Shuningdek bu la'nati kommunizm balasi yana kelarmidi? Yo'q, hargiz kelmas edi. Ammo insonlar o'zlari bilgan, tunigan islomdan qochib, o'zlari tunimaydigan dinsizlik puchqig'i chepib ketishmoqda edi. Davlat 5 yomonlikqa qarshi turish harakatini boshlabdi. Bular parixorlik, sirqdan qochish, davlat mulkini talon-taroj qilish, shartnomada aldamchilik qilib yo'l qo'ymaslik va davlat sirlarini o'g'irlash. Bu moddalar ichida mening kulgimni qistig'ini 4-moddasi bo'ldi. Shartnomalarda aldamchilikqa yo'l qo'ymaslik. Acaba dunyo tarixida dinsiz davlatlardan boshqa shartnomalarda aldamchilikqa yo'l qo'ygan biror davlat yoki jamiyat bormidi? Bu ishlardan xumorimdan chiqquchi kuldim. Bir sharafsizning sharpim ursin, sharpim ustiga qasam ichiman deyishi, sharafsiz rejimning sharaf haqida gap qilishi shundoq ochiqimni keltirar edi. Salimugul haqida ko'p o'ylar edim. Gap orasida shundoq chiroyli gaplarni qildiki, u so'zlar o'ziga malham bo'lar edi. Butun dunyodagi kishilarning nazarida qamoqqa tushib qiynoqqa elingan ayollarning nomusiga tajovuz qilinadi deb biladi. Lekin mening boshqacha. Mening dunyoning nazarida ayol kishiga bundoq vahshiylik qilinmaydi deyilgan turdan edi. Dunyodagi kishilar ayol kishiga va har qanday odamga bundoq vahshiy zulmni qilishga bo'lmaydiganligi haqida gap qilish kerak edi. Lekin dunyo bu haqda gap qilmayotadi. Chunki dunyo tajovuzchilarning tajovuziga ko'nib qoldi. Salimugul bularni nihoyatda yaxshi tushuntirib, chiroyli shaklda aytib berdi. Dunyoning ahvolini shunchaki bilib emas, qalbi va ko'zi bilan ko'rgan ma'lumotlar asosida aytgan edi. Uningga yana nimalar bo'lganligiga nihoyatda qiziqdim. U zodi qanday qiynoqda bo'lgandi? Hatto dunyo ayol kishiga bunday qiynoqni qilib bo'lmaydi deydigan. Dunyoni hayron qoldiradigan yana nimalar bordi? Acaba bugünkidek zulmga hamma o'rtaq ko'z yumadigan kunda dunyo kishilarda hayron qilish degan tuyg'u bormidi? U bu yerdagi turmadimi ko'p andisha va qo'rqish bilan yashab kelayotgan ekan. U yo'l yurganda tosh davan demasdan o'z yo'lini besib o'tar edi. Ba'zida yerim kechaga tosh konida ishlab qolar ekan. Shu vaqtlarda nomusimga tekib qo'yarmi deb nihoyat qo'rqar ekan. Hatto u doim Allohdan: "Ey Allohim, jinimni olganki, ammo nomusimni xor qilmagin" deb yolvurar ekan. Bir kuni tosh konidan qaytayotganda Salimugul bilan uchrashib qoldim. Oldirab undan so'radim: "Qani Salimugul singlim, yiliqi hikoyaning oxirini, ya'ni 5-dan o'tganini so'zlab berginchi" dedim. "Bo'ladi, aytib berman" dedi-da, cho'nqur nafas olganidan keyin so'zlashga boshladi. "Biz ilgirki turmada nihoyatda ko'p qiynoqlarni ko'rdik, Kamil aka. Ko'rgan qiynoqlarni til bilan ifodalashga lug'atlar ojizlik qiladi. Uning so'zmi bu yerda hammani ko'rdingiz. Bir kuni bizni odamsiz nihoyatda issiq bo'ladigan sayliqqa elib bordi. Ondan yerni cho'nqur ko'lashga buyurdi. Biz nihoyatda tashlikda cho'nqur o'rakni ko'lab bo'lgandan keyin hammanglar o'rakka kiringlar, endi bu joyda yashaysizlar deyishdi. Shu vaqtda Muhammad ismli bir imom bo'lib, mening qiynoqdagi hamrohim edi. Bu yerdagi kishilarning ko'pincha Xitoylarning so'ziga aldanib, bizni davlatning xoini deb bilgan Uyg'ur musulmonlari edi. Ular bizga g'azab bilan tukurib, urg'on kundan keyin Muhammad akaning ahvoliga qarab ichilib yig'lar edim. Uni bir kuni issiqda belining ostini yerga ko'mib qo'yib jazoladi. U kunduzdagi issiqning dahshatidan suv deb ingirar edi. İnsoniylikdan va marhamatdan yiroq olingan yoshlar. Uningga suv berayotganda ko'rinib qochini uzatdi.
Muhammed aka ussuzluqdan içirqigan holda suvga qarab egildi. Ular bo'lsa Muhammed akani ahmaq qilganidan qaqoqlab kulishdi. Ondan bechora Muhammed akaning eg'iziga mana icha deb to'pi tiqishdi. Bu nima degan ejinarliq ahvol? Mana endi u bu zulmni o'z qavmi qarindoshlaridan ko'rayotgan edi. Keyin yoshlar uning to'pi to'lgan eg'izini yerga besishga boshladi. Muhammed akaning eg'izidan burnidan qonlar etilib chiqdi. Ammo ular rahim qilay demasdi. Biz shuncha ko'p azoblarni ko'rgan bo'lsak-mu hayot qoldik. Lekin u yerdagilarning ko'p qismi shu yerda qiyin qistoqda o'lib ketdi. U yerda o'lmaganlar bo'lsa, turma kamerlarga qaytib kelgandan keyin hayot turib ming qatim o'lishdi. Bir kuni u rahimsiz yoshlar menga yuzlandi. U qizni bizga beringlar. Jazosini biz beraylik deydi. Uning so'zimi ko'p jazo ichida turayotgan edim. Ular xuddi meni yovuz dushman kabi toshlarni etib urishar edi. Hatto putimning terisini shilishdi. Ammo ular berayotgan zulmiga tuyishmagan edi. Shu vaqtda haqiqiy qo'rqdim. Rasmiy zolimlarning qo'lidan o'tib, ularga g'olchilik qiladigan zolimlarning qo'liga tushgan edim. Bular meni har qanday qiynoqqa selishlari mumkin ekan. Ammo ular o'z millatimning musulmon yoshlari edi. Ular kommunizmning yolg'onlariga aldanib, o'z tug'ishqonlariga ham zulm qilar edi. Shu vaqtgacha Allohning o'zi yordam berdi. Nomusimga tegishmadi. Ammo bularning qo'liga tushib qolsam qanday qilarman deb nihoyat qo'rqib yurardim. Bir turkum yoshlar uni bizga beringlar, terisini shilib olamiz deyshadi. Yana bir turkumi bo'lsa uni bizga beringlar, ko'zlarini uyub tashlaymiz deyshar edi. Yana boshqa guruhlar bo'lsa, sizlar buni bizga beringlar, ishimizni tugutib bo'lib, ondan sizlarga qaytib beramiz deyshadi. Men texi yosh qizchiq edim. Mening qalbimda bunday zulmlarni faqat kapitalistik davlatlarda qiladi deb o'yladim. Hatto bu o'ylarni filmlar orqali bizga singdirilgan edi. Bu dunyoda kommunizmni danglaydigan insonlar qanchalik badbaxt ha. Ammo ularni qahramon deb e'lon qilishadi. Men filmlarda ko'rmagan narsalarni o'z hayotimda ko'rayotgan bo'lib, bu sahnalarda o'ynaydigan rollar emas edi. Men kommunizm himoyasi ostida edim-ku. Kommunizm xalqni himoya qiladi-ku. Kamal aka haqiqiy qiynoq bo'lgan qo'rqinchli kechaga o'tishdan burun bularni aytib olay. Menga eng og'ir kelgan bir ish bor. U bo'lsa-mu ko'zoynak taqib olgan bir sad Xitoyning oldimga kelib, "Ni kanjalama, danidi shini xongchen, yavji fangda mingzu chingni" dedi. Bularni anglab nafsim siqilib ketdi. Keyin askarlar bizni er ayol demasdan hammamizga buyruq berib, "Bu toqqa suv ochqisilar" deyishdi. Bu qandoqmi mumkin bo'lsin? U toqqa suv ochqishning imkoni yo'q-ku. Suni qayerdan akilib qandoq toqqa elib chiqamiz? Askarlar qirni yuringlar, toqqa chiqamiz deyishdi. Necis kafir Xitoy askarlari qiri musulmonlarning ustiga chiqib olib, "Yarmas bo'lgunchilar, qani dininglar sizlarga yordam berhamdi ko'rimiz. Bizni bu tog'ning ustiga elib chiqsilar" deyshar edi. Bechora qiri boboylar ularni ko'tarolmay yiqilib tushadi. Ustidagi kommunistlar meni yiqitvatding deb bir qaltak urar edi. Ondan qaqoqlab kulishga boshlaydi. Men Salimgul bilan gapishib menayotganimizda yenimizga saqchi kelib qolgan edi. Shuning bilan gapimiz uzildi. Hey, shu sababdan u dahshatli voqeaning oxirini anglayolmadim. O'ylab ketdim. Bir ayol turib nima degan ko'p va og'ir azob chekkan ha? Ayol deyilganda xiyolimga 3 ayol keladi. Kamal, qutqaz meni bolajonim degan onam. Ko'zlari bilan yolvorib meni qutqaz degan ocham. Va boshqalar ko'rmasligi uchun qo'li o'rniga barmoqlari bilan pulanshitgan qiz do'stim. Mana endi bularning orasiga 4-chi ayol ham qo'shildi. Salimgul beshi uchuq qiz bo'lib, texi maktab o'quvchilari edi. Islomiy hukmlarni hatto farazning nimaligini bilmasdi. Lekin nihoyatda nomusli va irodali qiz edi. Oblat aka menga Qur'oniy xabarlarni aytib berishni yaxshi ko'radi. Bir kuni uning bilan birga Toshkoniga qarab ketayotgan edik. Qamoqxonadan Toshkoniga bormoqchi bo'lsak, ba'zida uni zanjirlaksiz elib borar edi.
Ablet aka vaqtning ko'pini Qur'on ilmi bilan o'tkazishni xohlaydi. Ikkimiz yo'lda ketayotgach paranglashdik. U menga bu qatam sana musulmonlarning qandoqligiga doir bir dalil, ya'ni oyat so'zlab berman. Bu sana hadiyarim bo'lsin dedi. Men uningdan menga nima qilib buncha qiziqib qolganingizni deb bering deb so'radim. Seni yaxshi ko'rganim uchun. Mana bu seni yaxshi ko'rganimning dalilidir. Hamma odam yaxshi ko'rganiga o'zi yaxshi ko'rgan narsalari haqida gap qilib beradi. Yomon ishlarni qiladigan odam birodarlarga ham shu ishlarni so'zlab beradi. Bir odam haroq ichib turib hamrohini taklif qilmamdi. Haroq ichadigan odam o'z hamrohiga haroq o'ylashidi-yu, biz o'z birodarimizga o'zimiz yaxshi ko'radigan narsani o'ylashmaymizmi? Unutma Kamil. Hamma odam o'zi yaxshi ko'radigan odamiga o'zi yaxshi ko'radigan narsadan ikrom qiladi. Qani amsa shu e'tiqodlarimni so'zma-so'z yodla. Allah o'ziga ibodat qilib solih amal qilgan bandalarni oliy maqom jannatlarga kirgizaman dedi. Ular u yerda abadiy qoladi. Bu gaplarni tafakkur qilishning o'zi savobli amal hisoblanadi. Farosat ahli bo'lgan ulamolar bu so'zlarni keyinroq tushuntirib izohlab beryotdi dedi. Ablat aka aytgan gaplarning oxirgi qismi haqida cho'nqur o'yg'utildim. Bu gaplarni tafakkur qilishning o'zi savobli amal hisoblanadi. So'radim undan. Sen aytgan amallarni qilishdagi maqsad nima? Alloh taolo roziligi uchun ibodatlarni mukammal ado qilish va insonlarga yordam berishdir dedi. Arqimizda bir jallod soqchi gaplarimizni anglayotgan ekan. Tuyuqsiz oldimizga chiqdi. Nafrat qarashlar bilan ikkilimizga tikildi va nafratlik ovozi bilan ikkilimizga vaqiradi. Yarmaslar. Demak, din haqida gap qilyapsizlar dedi. Ko'zlari chiqib ketgudak bo'lib chaqnab, g'azabi barg'ancha eshib borar edi. Sizlar hali ham dinni unutmaganmidinglar? Hozir din nari qilibdi. Biz sizlarni tegicha odam qilolmadikmi? dedi. Keyin hayron qilib kuldi. Hech qisi yo'q. Bundan keyin odam qilamiz. Tezroq yuringlar dedi. Ikkilimizdan orqamizdan qamchi bilan urar edi va sat onalarga qo'shib bir ozdan keyin ko'rsilar deydi. Qamoqxonaning oldiga kelganda soqchi bizga buyruq berib, sizlar shu yerda meni kutib turinglar dedi. Ko'p o'tmay oldimizga 6 soqchi bilan keldi. Bizni yana haqoratlik so'zlar bilan tiladi. Nachar odamlarning qarashlari shunchalik qo'rqinchli bo'ladi ekan. Hatto odamning tini cho'chib ketar edi. U mehnat egizlar bilan bizni haqorat qilg'ach, endi ikkingiz dindorlikning nimaligini ko'rasiz dedi. Bizni nima qilar degan ma'noda Ablat aka bilan bir-birimizga qarashdik. Gohida ko'zlar bir qarashning o'zida nihoyat ko'p narsani gaplashar ekan. Bularni shu yerlarda nihoyat yaxshi o'rgandim. Bizning qamoqxonaning oldidagi daraxtga putimizni osmonga qilib esib qo'ydi. Ondan g'olchilarga bular bu holatda yerim kechigacha esiqlik tursin. Kechining oxirida tushirib etib, saharga yaqin yana esinglar. Adi o'zim bularga kerakli ishlarni qilaman dedi. Yerim kechigacha putimizdan esilib turdik. Kechining bir vaqtida qarasam turg'un ketdi. Yanada 15 atrofida soqchi turardi. Uni ko'rib toza vaqirashni boshladim. Yordam bering onajon. Qayerdasiz onajonim? Keling, o'g'limizning ahvolini ko'ring, dedim. Turg'un mening daraxtga esiqlik holatimni ko'rib, mong'on yerida to'xtab qoldi. Ondan yenikdigilardan bu bo'lgunchilar nima qilibdi deb so'radi. Ular darhol javob berdi. Doklat efendim. Bular mahbuslarning ichida diniy tashkilot qurishgan ekan. Shu ishlar boy qilib qo'lga tushibdi dedi. Putumdan esiqlik holda uning ko'zlariga qaradim. U ko'zlarini mendan elib qochar edi. Hech narsa demasdan mashinasiga o'tirib ketdi. Abdus aka ikkimiz esiqlik holimiz bilan gaplashib turar edik. Undan so'radim. Ablat aka, sen menga Alloh o'ziga ibodat qilib solih amal qilgan bandalarni oliy makon jannatlarga kirgizman deding-ku. Seningcha mening biror yaxshi amalim bormidi? U past ovozda javob berdi. Allah hech bir bandasining amalini zayo qilmaydi. Bir necha soat puturimizdan esilib turgandan keyin chidab bo'lmas holga keldik.
Bu ahvoldan qornimizda nima bo'lsa hammasi eg'izimizga tiqilib qolgandek tuyuladi. Qorong'uda oldimizga 2 kishi keldi. Past ovozda gap qilib, "Sizlarni hozir yeshib qo'yamiz. Agar ati boshqalar so'rab qolsa, sahargacha esilib turdik deysizlar. Biz atiganda kelib sizlarni yana esib qo'yamiz" dedi. Bu 2 kishi kim edi? Nemishqa bizga bu yaxshilikni qildi? Shuni hech tushunib yetolmas edim. Saharda bomdod namozining aziniga yaqin yana esildik. Qiynoqchi bir necha soatdan keyin keldi. Qo'lida bir tal bizning paketimiz bormish, lekin nimaligini biz bilmasdik. Ablat akini oldimga elib keldi. Keyin uning chochlaridan tortib, "Do'stingning onasi haqida haqoratli gaplarni ayt" dedi. Dal bu vaqtda yaroqdan turg'unni ko'rib qoldim, lekin uni ko'rmasga soldim. Qiynoqchi vaqirab gaplarni takrorladi. "Qani bo'l, bu itning onasi haqida haqoratli gaplarni ayt" dedi. Ablat aka jim bo'lib qoldi. Saqchi bu qatim ismimni atab turib, yalang'och badanimga qamchi bilan urishga boshladi. "Qani bo'l, Komilning onasini haqorat qil" dedi. Ablat aka yig'lashga boshladi. Yo'q, o'lsammi aytmayman." Qiynoqchi atrofimizda aylanib turar edi. Keyin yondagi saqchiga buyurib, "Bu ikkisining putlariga eng og'ir kishani selinglar" dedi.